endi 2 kishi o'tirib mana shunday eshaklarni ko'tarib yurishni o'rtakalar. Mana shu eshakni bitta metodologiya topshirib yuborasizlar, puliga ozgina qo'shsalaring, mana shunday O'zbekistonda yangilik bo'lgan lensalarni olishlaring mumkin. Bunga umuman 2 kishi shart bo'lmaydi, 1 kishi u yoqdan bu yoqqa bemalol yetalab yursalaring bo'laveradi. Ustakamiz qonunga bosib qo'ydi. O'tin yengildan zo'rdan bo'ladi, aytib o'tganda tevadagi ustalar tushirmaysizlar. 1 kishi u yoqdan bu yoqqa yetalab yuraverasizlar. Undan tashqari menga lensani oddiy kerak deganlar uchun oddiylardan ham bor. Xohlasalaring 1 metrligi, xohlasalaring 2 metrligini ham bemalol xarid qilishlaring mumkin. Operator aka bu tomonga o'tib olasiz, tiniqroq chiqadi. Albatta cheklanmagan miqdorda bemalol yetkazib berishaveradi. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Bo'y tuman Dehqonobod komitetidan bo'lyapti. Bittadan like bossa, mana shu videomizda tanish-bilishlarga, qurilish qilayotganlarga, undan tashqari arenda biznes bilan shug'ullanadigan tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysalaring, tekamizdan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshilik charchamayapsiz. Agar bo'lmasa chiroyli qilib yangiliklarni qo'yibdi. Bunimiz adashmasa artenchiga akalarimizga, yo'l qiladiganlarga zo'r bo'lib turadi. Ha, bir ichida ishlagani. Tushib chiqolmaydi. Aksariyat bitta xonada 1 kishi ishlashadi, u yoqqa surib bemalol ishlatib bo'laveradi. To'g'ri, patolog qilaman. Patolog o'zidan kuyatib ketaveradi. To'g'ri aytdilar. Xo'sh, video davomida ma'lumotni berib o'tamiz. Uni ham o'zimizda restorandan boshqaramiz, aka. Stenalar qanday bo'lyapti? Razmerlari qanday? Stenalar aka 1.7 tegadan bo'lyapti. Aha. Faqat bitta qaychi kashagi 1.5 tega. 1.5 stena bo'ladi. Razmeriga keladigan bo'lsak, balandligi 1 metr, eniga 94. Eniga 94. Setkali podon qo'yibsizlar aka buni? Ha, yangilab setkani ham qo'shib qo'yadi. Aha. Oyoq sirpanmaydi, undan tashqarida ish qiladigan bo'lsa, loy-poy bo'lmaydi, to'g'rimi? Xohlasam bo'lmaydi. Aha, baquvvatligi ham zo'r. Baquvvatligi ham to'g'ri. Narxi qancha qo'ydik aka? Narxi keladigan bo'lsa aka, oldingi rentali bor, u 520 ming so'm edi. 500 ming so'm qo'yadi. 500 ming so'm. Setkali podon bilan bo'ladigan bo'lsa, 1 metrlik 500 ming. Aha, 500 ming. Agar mana buni lentali bo'ladigan bo'lsa, operator aka shunday ko'rsatib qo'yasiz, 520 ming so'm bo'ladi. To'g'rimi? 20 ming. Bunimiz aka 2 metrligi. 2 metrligimizdan xuddi shunaqa, qalinda 1.7, kashagi 1.5 tenga. Aha. Pulga keladigan bo'lsa, mana lentali bo'lsa 620 ming so'm. Bu setkali bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'm. 600 ming. Dastlabkilar qana bo'ladi ekan? Dastlabkilarga kelishib beramiz, xohlasa. Kelishilgan holatda tayyorlari bormi? Tayyorlari bor ekan. Misol uchun telefon qilib menga 100 kamplik, 200 kamplik kerak, chiqarib oling desa chiqarib oladi. Zo'r bo'ladi ekan, bor. Xudo olsa 100, 200, 300 kamplik tayyorlari bo'ladi. Tayyor bor. Xo'sh, narigina ma'lumotni berib o'tamiz. Xohlasa 1 metrligiga qo'yib beramiz, to'g'rimi? Ha, 1 metrlik ham qo'yib beraveramiz. Xohlasa 2 metrligiga qo'yib beramiz. 2 metrlik qo'yib beramiz. Shuning uchun buni 2 kamplikga qo'yadigan bo'lsalaring, aytib o'tgandek xohlasalaring 1 metrligiga, xohlasalaring 2 metrligiga qo'yib ishlatsalaring bo'laveradi. Misol uchun ishlatib turgan paytda tormozni bosib olsa bo'ldi ekan. Ha, tormoz bosib olsa bo'ldi. Hamma oyoqda tormoz bor ekan. Bittasi emas, to'rala oyoqda ham tormoz bor. Qo'yilishi ham oddiy ekan, ha, oddiy qo'yilishi ham shu ko'taradi. Qo'yib qo'yasiz, chiqaveradi. Qatirib qo'ysa, ko'targanda ham tushib qolmaydi. Xo'sh, bunimiz narxi qancha beramiz ekan? Bunimiz narxi aka, komplektga bo'ladigan bo'lsa, buni 850 ming so'm. 850 ming so'm chiqadi. Balonchilari nima yoqadi? Ha? Agarda balonchilarni qo'shib olaman desa qancha? 4 ta. Donasi bo'lsa, donasi 80 mingga to'g'ri keladi. Aha. Ko'ralasiz, 320 mingga to'g'ri keladi. 320 ming so'mga to'g'ri keladi. Zo'r, 320 ming so'mga misoljon qo'shib olishni. Komplektga bo'ladigan bo'lsa 850 ming. 850 ming. 1 metrlikka ham shu 220 ming so'm qo'yib qo'yishadi. Balonchilar. Xo'sh, adashmasak ma'lumotlarni berib o'tdik. Kimda yana qanday Ustakamiz telefon raqamlarini ekran pastga yozib qo'yamiz. O'zlari birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi, operator bitta ko'rsatib o'tasiz. Mana shu yerda ikkita ishlar bo'lsa, desa ishlab chiqadi. Iskandan chiqadilar uchun ham tashqari ko'proq oluvchilar uchun skidkasini beramizmi haqida? Xohlasa skidka qilib beramiz. Barcha ishlarni qilib qo'yamiz. Aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Adashmasak qo'limizga berib o'tdik. Kimda qanday savollaring bo'ladigan bo'lsa, ustakamiz telefon raqamlari ekran pastda bo'ladi. Bemalol bemalol zakaz qilishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videomizga bittadan like bosib, qurilish qilyapti turgan, dom qilyapti turgan, undan tashqari arenda biznes bilan shug'ullanadigan tanish-bilishlarga jo'natib qo'yinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.